Assalomu alaykum. Dasturxon TV telekanalining navbatdagi daqiqalari Fresh News informatsion dasturi bilan davom etadi. Studiyada Azbek Mehriddinov. Bugun dasturimizda Toshkent viloyatida yashovchi fuqaro uyida amur yo'lbarsi va piton boqdi. Pokistonda maktab avtobusi portlashi oqibatida 4 nafar bola halok bo'ldi. Ronaldinho Chempionlar Ligasini kim qo'lga kiritishini aytdi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Zamonaviy hayotda smartfonlar ajralmas yordamchimizga aylangan bo'lsa-da, ular bilan haddan tashqari bandlik ko'plab salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Bugungi kunda ko'pchilik insonlar smartfonlarga nisbatan ruhiy va psixologik qaramlikni boshdan kechirmoqda. Aynan shu muammoni yengillashtirish uchun ilm-fan vakillari tomonidan innovatsion yechim, ko'rinmas gadjet deb ataluvchi shaffof plastinkalar ishlab chiqildi. Ushbu plastinkalar aslida hech qanday funksional imkoniyatga ega emas. Ular oddiy smartfon ko'rinishidagi, lekin butkul shaffof, texnologiyasiz plastmas dan tayyorlangan qurilmalardir. Ularning asosiy maqsadi odamlar uchun quyidagi telefon odatini saqlagan holda haqiqiy ekranlardan uzoqlashish imkonini yaratishdir. Texnologiya taraqqiyoti bilan birga unga nisbatan sog'lom munosabatni shakllantirish ham dolzarb vazifaga aylanmoqda. Ko'rinmas gadjet aynan shunday muvozanatni topish yo'lidagi yangi va noodatiy qadamdir. Bugungi kunda Yer sayyorasida turli ko'rinishdagi ekologik inqirozlar butun insoniyatni tashvishga solmoqda. Chunki bir-biriga zanjir singari bog'liq bo'lgan ekologik muammolar insoniyatning salomatligiga va hayotiga, iqtisodiyot tarmoqlariga, oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida ekologik tahdidlar oqibatlarini yumshatish va unga moslashish, atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni taqozo etadi. Yana eng muhimi, bu insoniyatning ekologik madaniyatini yuksaltirish bilan chambarchas bog'liqdir. Bu borada O'zbekistonda ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu yilning 15-may kuni davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan 2030-yilgacha bo'lgan davrda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qaror tabiatni muhofaza qilish hamda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirishda muhim tarixiy hujjat bo'ldi. Qaror bilan 2030-yilgacha bo'lgan davrda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasi tasdiqlanib, unda bir qator muhim maqsad va vazifalar o'rin oldi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon viloyatining 2 nafar fuqarosi qo'lga olindi. Ularning tibbiy asboblaridan 8 kilogrammdan ortiq mifadron va alfa PVP topilgan. Ular Telegram orqali savdo uyushtirgan Rossiya fuqarosi ko'rsatmasi bo'yicha harakat qilgani aniqlandi. Keyinroq Toshkent shahri va Toshkent viloyatidan bo'lgan yana 5 nafar sherigi qo'lga olindi. Ikkinchi epizodda shu postda deyarli 2 kilogramm alfa PVP ni gaz plitasida olib o'tayotgan Qirg'iziston fuqarosi qo'lga olindi. Sxemaning yana bir ishtirokchisi Toshkent shahrida yashovchi 17 yoshli yigit partiyalardan birini olishga urinayotgan vaqtda qo'lga olindi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246 va 273-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkent tumani Tutzor mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Sh.A. ismli shaxs tomonidan yashash xonadonida noqonuniy ravishda 1 dona amur yo'lbarsi va 7 dona yo'lbarsmon piton ilonlari saqlanayotganligi aniqlandi. Bu haqda Ekologiya vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Ma'lumot uchun Vazirlar Mahkamasining yovvoyi hayvonlarni saqlash tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 736-sonli qaroriga asosan 2025-yil 1-yanvardan boshlab jismoniy shaxslar tomonidan ko'pgina yovvoyi hayvonlarni tutqunlikda saqlash hamda sirk tomoshalarida yovvoyi hayvonlardan foydalanish taqiqlandi. Ushbu yo'nalishdagi ekologik nazorat tadbirlari Toshkent viloyatining boshqa hududlarida ham davom ettirilmoqda. Avstraliyaning janubiy sharqida yog'gan yomg'ir chorshanba kuni qisqa muddatli toshqinlarni keltirib chiqardi va ko'plab shaharlarni tashqi dunyodan uzib qo'ydi. Bu haqda Reuters xabar qildi. Ta'kidlanishicha, yangi janubiy Uelsdagi Hunter va Mid-North Coast eng ko'p zarar ko'rgan mintaqa bo'ldi. Ayrim hududlarda so'nggi 24 soat ichida 4 oylik yomg'ir miqdoriga teng yog'ingarchilik kuzatilgan. Avstraliya meteorologiya byurosining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, ayrim hududlarda keyingi 24 soat ichida 300 mm gacha yomg'ir yog'ishi mumkin. Bu may oyi uchun o'rtacha miqdordan 3 barobar ko'p. Sidneydan 300 km shimolda joylashgan Tari va Glentorn shaharlarida fuqarolar ayvonlar va tomlarda qamalib qolgan. Favqulodda xizmatlar tun bo'lishiga qaramay, qayiq va havo orqali hududga yetib borishga harakat qilmoqda.
Balujistonda maktab avtobusining portlashi oqibatida 4 nafar maktab o'quvchisi halok bo'ldi. 38 kishi jarohatlandi. Bu haqida Dawn gazetasi manbalariga tayanib xabar berdi. Xuzar komissari o'rinbosari Yosir Iqbol Dashti qurbonlarni tasdiqlab, portlash maktab avtobusi 0 kilometrga yaqin joyda bo'lganida sodir bo'lganini qo'shimcha qildi, deyiladi nashr xabarida. Aniqlanishicha, yaradorlar yaqin oradagi shifoxonaga yetkazilgan. Voqea joyida huquq-tartibot idoralari xodimlari ishlamoqda. Fransiyaning Lendernau kommunasi aholisi tadbir uyushtirdi. Negadir Smurf liboslarda 3076 kishi yig'ildi. Butun Lendernauda 16000 ga yaqin odam istiqomat qiladi. Ya'ni aholining 5 dan 1 qismi. Jumladan Patrick Leclerc Smurflar sifatida kiyingan. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, ular oxirgi 5 yil davomida rekordni yangilashga harakat qilishgan. Natijada ushbu voqea Guinnessning rekordlar kitobiga munosib tarzda kiritildi. Braziliya futbol afsonasi Ronaldinho sobiq klubi PSJning Chempionlar Ligasini yutish imkoniyatlari haqida o'z fikrlarini bildirdi. Men Yevropaga kelganimda meni PSJda juda iliq kutib olishdi. Bu sovringa erishish uchun yillar davomida harakat qildim. Hozirda ular ajoyib murabbiyga ega va umid qilamanki, ular uzoq kutilgan Chempionlar Ligasi sovrinini qo'lga kiritishadi, deya Ronaldinhoning so'zlarini keltiradi Marca nashri. Chempionlar Ligasi finali PSG va Inter jamoalari o'rtasida 31-may kuni bo'lib o'tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 24:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, oldinda ob-havo ma'lumotlari. Siz Fresh News informatsion dasturini tomosha qildingiz. Salomat bo'ling.